Xo'sh. Hop. Bolalar nimaga cho'chamasizmi? Bugungi videomizda yana 100 kun survival qilamiz, lekin bu safar hardcore emas, oddiy survivalda. Men bu qo'limdagi qayerdan keldi chunmani? Har doimgidek birinchi taxta chopamiz. Nima bo'lsa? Nega tepada bir bola bor? Hello. Salom bo'ladi. Korobkami? Juda bu internetga tanilib ketgan. Veritimikan. Ostiga chiqib ko'raylik. Nima bo'ldi? Salom, men Veritiman. Men seni eng yaqin do'sting bo'laman. Mendan so'ra, men hamma narsani bilaman. Xo'sh, rostdan Veriti. Endi men bundan foydalanishim kerak. Chatga hello deb yozaychi. Hello. Javob bermasak ham ismini aytib chaqirsam. Salom Veriti. Salom Kimetsu, men Veritiman. Men hamma narsani bilaman. Mendan bemalol so'rayvering. Demak, mikrofon bilan gaplashadi. Xo'sh, qishloq qayerdaligini bilasanmi? Ha, albatta bilaman. Lekin men sizga buni ayta olmayman. Buning sababi esa siz survivaldasiz. Survivalda esa qishloqni keragi bo'lmaydi. Va qishloq juda ham uzoqda. Siz unga yetib borishingizga ancha vaqt kerak bo'ladi. Xo'p, mayli. Xo'sh, YouTube, Instagram ko'p joylarda ko'rdim. Sen 3 kundan keyin qanaqadir maxluq olib kelar ekansan mening yonimga. Bu to'g'rimi yo aldovmi? Nega javob bermaydi bu? Hallo. Veriti. To'g'rimi yo xatomi? Javob bermaydi bu. Javob bermayapti. Hech javob bergisi kelmayapti. Nega? Boshqa narsa haqida so'rab ko'raman keyinroq. Hozir o'zimga kerak narsaga qo'yayda. Men bu olamda nima qilayotganingiz barchasini ko'rib turibman. Ko'ryapman deydimi? Men bilan hazillashma, yonimda turibsan, nima qilasan boshqa qilma, nima? Veriti, tilimni sevib chiqib ketyapti, senga gapiraman. Bor yo'qol, ketdim men. Tashib yubordim, endi bu yoqdan chiqa olmasa kerak-a. Qayerga olib qoldi? Qanday chiqding sen? Mendan yashirinish yo qochishning umuman foydasi yo'q. Mendan hech kim qocha olmagan. Men sizni har doim topaman. Qayerda bo'ling, qayerda bo'lmang. Har yoqni topamanmish, o'l. Endi o'zimga uy qurish uchun daraxtni chopib olaman. Sal tomoq yaxshimi sizga? Уже birinchi kun ham o'tib ketyapti. Shu birinchi narsadan qo'rqib, mana shu yerda o'tiraveraman hozircha. Xuddi
Bolalar shu yerda Telegramda muzika qo'yilib ketgan ekan. Chichivora degan mana shu payt bor. Qanaqadir narsa boshlanib, chichivora dedimda bor. 3 kundan keyin u seni yoningga keladi. Ana uni уже nima desam bo'ladi, kulgusi o'zgardi. 3 kundan keyin bir bola keladi deyapti, o'sha jo'ta mani aldagan. Xo'p, bolalar, bizga aytishgan. Endi o'zimga normal javob qotiraman. Uyimni normal qilib joy qilish uchun tilimiz chiqib ketyapti. Normal joy qilish uchun garajga borib uy quramiz, normal bo'lib, 3 kundan keyin qanaqadir maxluq keladi. Biz ham ko'p normal deb bordim lekin qani yana bir marta go. Mana ikkinchi kunni tuni Verity va pastda turib olib sakrayapti yonimga. Voy. Bile. Voy. Nima bo'ldi hozir? Voy bile. I am still here. Mana bizdan oxirgi kun, endi nima qilishini kutyapman. Qachon kelayotgan bu Verity kulyapti aytdim meni. Verityni pastga tashlab yuboraman. Chunki ko'zi yoqmayapti menga. Verityni o'zi maxluqmidi? Voy. Men anaqa mana yana duolar shakliga ketdi. Men seni baribir o'ldiraman. Hech qachon mendan qocholmaysan.